Payg'ambar alayhissalom davrida o'tgan botur sahobalar. Payg'ambar alayhissalom davridagi sahobalarning shijoati va boturligi sababsiz shakllangan emas. Balki ularning boturligi Allohga bo'lgan kuchli iymoni va payg'ambar alayhissalom bo'lgan samimiyligi bilan shakllangan. Bu qissada payg'ambar alayhissalomning davridagi botur sahobalaridan birining qissasini samlarga sunamiz. U bo'lsa Mirqol degan taxallus bilan tunilgan buyuk sahoba Utbat ibn Abi Waqqasning o'g'li Hashim radhiyallohu anhu. U botur va qahramon sahobalarning qatoridan edi. Said ibn Abi Waqqasning bir tuqqunning o'g'li bo'lib, Dulabi bu to'g'ri mundoq deydi. Uning Mirqol deb atilishidagi asosiy sabablarning biri bo'lsa, janglarda jabdastlik bilan tiz harakat qilib, dushmaniga zarba berganligidan bo'lgan. U intayin taqvo kishi edi. U Mus'ab ibn Amirning ona taraf bir tuqquni bo'lib, Makka fathi kuni islomga kirgan. Yarmuk jangida ko'zidan ayrilgan ham cho'ng sharaflarni qozongan edi. Said ibn Abi Waqqas radhiyallohu anhu islom qo'shinining bayrog'ini uningga tutqizgan. U jangga otlanib, Allah onunğa çoğun şərəflərini qazanış fursatını bergen. O İslam'a kirib Müslüman bolğandan keyin Allah'ın və peyğəmbərinin düşmənidin Allah'ın və peyğəmbərinin dostu və Allah'ın dinini himayə qılğıcığa aylanğan. Hazırki dövrdəki Müslümanlarmı onun şicaətinin ölgü elişi tolumu zörür. Haşim radhiyallahu anhu sanaqlıq batırlarının qatarıdan bulub, jangdagi boturligi va himmati bilan Mirqol deb nom olgan bo'lib, tog'isi islom qo'shinining qo'mondoni Said ibn Abi Waqqas bilan insonlarni bandalariga qul bo'lishdan, insonlarning parvardigori Allohga qul bo'lishga chaqiriq qilish uchun Paris imperiyasini fath qilishga chiqdi. U yerda Hashim radhiyallohu anhu ig'ir sanoqlarga duch keldi. Onun muzlum sabatdagi kunlari intayin nurluq va shon sharaflari ichida o'tdi. U musulmonlar fath qilgan Iroqdagi bir o'rin bo'lib, o'z vaqtida Mag'rishi shahri deb ataladi. U yerda Kisroning nurg'un qo'shini to'plangan bo'lib, ularning qo'shini Bo'ron deb ataladi. Ular har kuni biz bo'lsaqla Paris imperiyasi mangu davom qiladi deb qasam qilishadi. Ular musulmonlarning oldini to'sash uchun Muqrit deb ataladigan cho'ng shirin tayyorlagan. Mushriklarningcha o'limni yaxshi ko'radigan musulmonlarmi o'zirdek shirdan qo'rqib qochadi deb o'ylagan edi. Ular musulmonlarning Allohning roziligi orqali jannatga kirish, Allohning rahmatiga erishish musulmonlarning orzusi ekanligini bilmagan edi. Din dushmanlari shirning Alloh yaratgan, Alloh uni qandoq boshquradigan, qandoq boshqursa shuningga bo'ysunadigan maxluq ekanligini hamda Allohning shirni Abraha elib kelgan pilni boshqurganidek boshquradiganligini bilmaydi. Alloh hamma ishda g'olib, lekin nurg'un kishilar buni bilmaydi. Musulmonlar yetib keldi. Kelgan hamon Parislar shirni qo'yib berdi. Hashim radhiyallohu anhu sapning oldida edi. Parislar bu manzarani tomosha qilish uchun qarab turadi. U jabdaslik bilan shirga etilib, shirni o'ltirdi. Musulmonlar ullik takbir aytishdi. Musulmonlarning takbiri Parislarning qalbini cho'chitibdi. Hashim radhiyallohu anhu Allohning so'zi, sizlar biz mangu yashaymiz deb qasam qilmaganmidinglar deganni jaronliq to'g'ilgan holda o'zliksiz olg'a ilgiladi. Uning orqasidan musulmonlar shiddatli hujumni boshlab Parislarni mag'lub qildi. Allohning fazli bilan musulmonlar g'alaba qildi. Bu kuni Said ibn Abi Waqqas radhiyallohu anhu Hashim radhiyallohu anhuning beshiga so'ydi. Shu kundan e'tiboran Hashimning qilichi Malal degan nom bilan ataldi. Hashim ibn Utba radhiyallohu anhu payg'ambar alayhissalom olamdan o'tgandan keyin murtadlarni islomga qaytarib kelish uchun murtadlar urushiga qatnashib nurg'un qutuqlarni qo'lga keltirdi. U Xolid ibn Valid radhiyallohu anhuning qo'mondonligida Yarmuk urushiga qatnashgan. Xolid ibn Valid radhiyallohu anhu uni 100 kishilik sarxil qo'shiniga tanlagan edi. U jangda uning o'ng ko'zi yaralangan hamda Qadisiya jangida muhim rollarni olgan. Kisraning poytaxti va Baquba shahri hamda boshqa shaharlarni fath qilgan. Janglarda va Diyali Iroqni muhofazat qilish janglarida muhim janglarni qilgan.
va diyali Iroqni muhofazat qilish janglarida muhim rollarni o'ynagan. U olg'a ilgilash ruhi bilan mu'minlarning amiri Ali radhiyallohu anhu qo'mondonligidagi Suffin jangida shahid bo'lgan. Rivoyat qilinishicha, Yarmuk urush safiga odam tanlaganda Abu Ubayd ibn Jarroh Asad ibn Hoshimni tanlagan va uning haqida Ibn Hoshimni avval tanlayman, chunki u qiyinchiliklarda olg'a ilgilashdan qo'rqmaydi degan edi. Aysha radhiyallohu anhu Suffin jangida shahid bo'lganlarni so'raganda, Hoshim ibn Utba radhiyallohu anhuning ismi chiqqanda, Aysha radhiyallohu anhu mundaq degan: u janglarda tavirinib yoki ishkilinib boqmagan degan edi. Hoshim ibn Utba, Ammar ibn Yasir, Abdullah ibn Budayl qatorliqlarning ismi tilga ilinganda, Xorazmi uning haqida mundaq degan: ularning hammasi Iroq chavandozlari edi. Sarxil jangchi, qo'shinning amirlari bo'lib, ular zamonlardan biri Sham ahlining tilida daston bo'lgan. Abdul Barifi uning haqida mundaq degan: Hoshim ibn Utba fazilatli kishi bo'lib, uning bir ko'zi Yarmuk jangida yaralangan. Qodisiya jangga qatnashib, ig'ir sinoqlarga duch kelgan. Shu davrdagi islomiy fathlarning sababchilarining biri edi. Zahabiy uni sifatlab mundaq degan: u jasoratlik va botir edi. Ibn Qutayba uning haqida mundaq degan: u Suffin jangida Ali radhiyallohu anhu bilan birga bo'lgan shijoatli kishilarning qatoridan edi. Yaqub ibn Sufyan Zahriyni naql qilib mundaq deydi: Hoshim ibn Utba va Ammar ibn Yasir Suffin jangida shahid bo'lganda Ali radhiyallohu anhu uning uchun yig'ilgan. Ammar ibn Yasir ham yig'ilgan. U shahid bo'lgan o'ringa dafn qilingan edi. Uning qabrisi hozirgi Suriyaning Riqqa shahrida edi. Hoshim ibn Utba va undan boshqa sahobalardan Alloh rozi bo'lsin.